chiroyli turinglar, komissiya kelyapti. Özür ustoz qizim ozgina kechga qolib ketdim. Nosim tashamabdi. Ya, siz komissiya mas'ulisiz. Yo'q, studentman. Prosta 10 marta yiqilib 11-sida kirganman-da. Chota shu yosh bilan ko'rinish to'g'ri kelmayapti-da. Ha, orada 5 yil dekret akademический olganman-da. Ustoz stipendiya keldimi? Yo'q. Ustoz stipendiya keldimi? Yo'q. Bratishga pensiya kelmaymi? G'aniyev doskaga, Burxonov doskaga, Nasriddinov doskaga. Va qizim, mana magnit bo'roniga men kuni bilan davlinam chiqyapti. Iloji bo'lsa shu doskang bilan o'zim kel. Ha, Nasriddinov uyga vazifani qilmabsiz-ku. Voy qizim, kecha shu nevaralar kelgan hammasi tuyalash janjal qilib dash qilamanmi? 2. Ha, ikkinchi bolangmi? Ikki qo'yma qizim, hech bo'lmasa oqimni sochini hurmat qil. Alo, o'g'lim salom pul tamom. Mana kontraktga burchat qo'yar bolam. Ha, dada yaqinda jo'natdimi? Ha, uni kursdoshlar bilan nega hayt klubda ishlatib qo'yibmiz. Ha? Klub? Ha, anu kuchxonlar klubiga a'zo bo'lganman. Kallam qotirma tashavar. Zing'illab, davay. Dada bu yoqda kayfda, o'g'il u yoqda mo'yibda. O, yaxshi qiz. Ismingiz nima? Toshini ter. Voy, osmondagi oymisiz? Kimsiz? Ha, talabalik oltin davri degan shu ekanda. Jonidan, hozir men ham gap otaman. Ha, yaxshi qiz, kimsiz? Men bu universitetda rektoriman. Nima edi? Onasini deb rektorga gapirib qo'yibsiz-ku. Uzr, ustoz, egasi nima deb so'ramoqchi edim. Men birinchi kurs talabasiman. Birinchi kurs talabalari ichida shunaqa qariyalar ham bormi? Bunaqa qariya talabalar не только birinchi kursda, любой kursda bor. To'g'rimi, qariya kursdosh? Obijon Nasriddinovga turmushga chiqqan bo'larmiding? Alisa, men bilan gaplashsanmi? Albatta gaplashaman. Obijon Nasriddinovni bilasanmi? Obijon Nasriddinov mashhur YouTube blogeri va komediyachi. U o'zining kulgili videolari va hayotiy voqealari bilan mashhur. Obijon Nasriddinov 2 milliondan ortiq obunachiga ega va asosan 4 million jinnimizdan bo'ldi ustoz. Obijon Nasriddinovga turmushga chiqqan bo'larmiding? Men virtual yordamchiman va shaxsiy munosabatlarga qiziqmayman. Kakras shu virtual olamdan bitta rafiqa izlab yuribdi-da. Mahrga gelik-pelik qilib Gapir, Alisa, gapir, xijolat bo'lma. Alisa sevgilim. Alisa, qayerdasan? Men shu yerdaman, sevgilim. Qayerdasan? Sen bilan birga bo'lishga tayyorman. Yana nimani demoqchisan? Tayyorman devordi-yu. Sevgilim deganingni eshitib, yuragim quvonchdan sakrab ketdi. Alisa, nimaning odamlar bor, alohida gaplashamiz endi qolgan gaplarni endi. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Temirda ham qalbi bor ekan, yumshoq gapirsa. Ko'ryapsizmi? Ilon indidan chiqadi. Do'stlar, qaranglar buni qanaqa pishgan xurmolar. Voy, qaysi bir shokoladli buni, opa? Nozim opam daraxt yarimni yeyardi-ku o'zi. Mana bu shokoladlimi? Ha, shokoladni 100%. Toshnami? 100%. Bu yog'ini qara, kelgan. Mana bu qara. Chiroyligini qaranglar, vahshiy, dahshat. O egasi ham yang'oq bu degan, oma degan boshqacha bo'ladi. Bittagina oldi. Bittaga endi yuvimiz ketdi. Hozir ta'mini bilamiz. Bismillah, qani. O'zimga o'xshaganda. Ha, qara, uyda egasi, bizda uyda egasini xurmosini o'g'irlayapmiz, uyda egasi qo'shnisini yong'og'ini o'g'irlab ketgan. Bolaligini uyini sog'inganlar oluvchi qoldiramiz. Syomka bahona biz ham mazza qilamiz, ha.